ayu to'ylaringiz Agar jannat yerda bo'lsa, ustidadir O'zbekiston. Agar jannat ko'kda bo'lsa, ostidadir O'zbekiston. Bismillahdan boshladim avvalo so'zni. Parvardigor asrasin har joyda bizni. Xo'sh, nechun sevaman O'zbekistonni? Sababin aytgil desalar menga, shoirona go'zal so'zlardan oldin men ta'zim qilaman ona xalqimga. Siz bobomdan qolgan yurtimsiz. Siz esa momomdan qolgan beshigimsiz. 72 tomirimda oqqan qonimsiz. Siz mening aziz xalqimsiz. Assalomu alaykum. Assalomda hikmat ko'pdir u kalomlar boshi. U duo, u niyat, udir odob gultoji. Salomlashdik, diydorlashdik, xush ko'rdik. Sog'u salomat, avloddan avlodga o'tgan izgi bu odat. Assalom qo'shnijon, assalom birodar, assalom kasbdosh. Sizga bo'lsin sog'lik, salomatlik ila yo'ldosh. Assalomu alaykum, salom yaratgan Allohning izmidan bo'ladi. Assalom, assalomdan barchaning ko'ngli to'ladi. Assalomu alaykum baxtiyor kechamizning baxtiyor qatnashchilari. Assalomu alaykum aziz otaxonlar. Assalomu alaykum duogo'y munis onajonlar. Assalomu alaykum viloyatimizning har jahatidan tashrif buyurgan har soha vakillari. Mana ko'rib turganimizdek tinch mustaqil O'zbekistonimizda sog'lom ona va bola yilida Allohimizning nazari tushgan xonadon sohibi sohibalari, volidey muhtarama padar buzruklar bo'lmish otaxon akamiz hamda Muyassarxon opalarimizning xonadonlarida bugun to'y, shodiyona ayyom guvohi bo'lyapmiz. Bugungi kechamizning asosiy sababchilari bo'lmish davramizning go'zal malikayi donishmandlari, kelin-kuyovlarimiz bo'lmish Muzaffarbek hamda go'zalxonlarning bugun nikoh kechasiga atalgan mana shu yaxshi niyat bilan yozilgan dasturxonimizga yaxshi niyat bilan yig'ilgan ekanmiz azizlar. Fursatdan foydalanib barchangizni sozanda yu san'atkorlar nomidan ushbu to'ylar bilan chin qalbimizdan muborakbod qilamiz. Va shu o'rinda xonadon sohibi sohibalari, volidey muhtarama padar buzruklar bo'lmish otaxon akamiz hamda Muyassarxon opalarimiz farzandlarini to'ylari bilan muborakbod qilamiz. Va shu o'rinda mana shu sulola vakillari bo'lmish Masharif otamizni mana shu to'ylari bilan muborakbod qilamiz. Shu o'rinda Qadamboy og'amiz, Ozodjon akalarimizni, Orzugulxon opalarimizga ham mana shu to'ylar bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Va shu o'rinda kelin-kuyovlarimizga kelajakda uzoq umr, baxt, saodat va asaldek shirin hayot tilaymiz. Arg'im chog'lar ushkun kamalak bilan, gir aylan raqs tush kapalak bilan, yashasang yasha faqat jon xalak bilan. Umr asli bir kundir, o'sha kun bugundir azizlar. Etagingdan shamol o'tdimi xastur, tiriklik oldida har neki xastur. Boshing omon bo'lsa, tog'lar ham pastdir. Umr asli bir kundir, o'sha kun bugundir azizlar. Ertani o'ylamoq biz uchun emas, o'tganga yig'lamoq biz uchun emas, jazoni qo'llamoq biz uchun emas. Umr asli bir kundir, o'sha kun bugundir azizlar. Ota onang qaytmaydi, sen ham qaytmassan. Bu olam tubiga sen ham yetmassan. Ki Navoiy aytmadi, sen ham aytmassan. Umr asli bir kundir, o'sha kun bugundir azizlar. Muhtayun umr ko'rmoq istasak ham shu. Vaqtning tulporini qisasak ham shu. Yaxshi nom olsak ham, olmasak ham shu. Umr asli bir kundir, o'sha kun bugundir azizlar. Ey farid lahzalar shukullagasha, bu dunyo bayramdir qilgil tomosha. Oshiq noming qolar asrlar osha. Umr asli bir kundir, o'sha kun bugundir azizlar. Kelinglar marhamat mana shu faziy davramizga faz qo'shib turgan insonlarimizdan biri. Marhamat davramizda aziz inson, mahalla qo'mita yig'ini raisi bo'lmish davramizda Kamoliddin og'amiz bor ekanlar. Kamoliddin og'a xush kelibsiz, to'ylar muborak bo'lsin. Marhamat sizni davramizga chorlaymiz. Davramizga osh berishni hamda tabrik shuni so'z navbati sizga xush kelibsiz, to'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli to'y qatnashchilari, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Mana bugun yana shu mahallamizda, qishlog'imizda yana bir ajoyib to'y tantana. Ham bo'lsa shu otaxon va
müessellerinin farzandlarini bugün nikah to'yina yig'ilib o'tiribmiz. Men shu fursatdan foydalanib bu to'y bilan Atakan boshchilik bütün amakilarni, Kamulam, Meşribam, Maksdam, müesser orqali bütün kesaklarni shu bugungi gelin bilan, to'y bilan chin qalbimdan muborakbod qilaman. Bu ikkala yoshga uzoq umr, baxt, saodat, kelajakda shu hamma orzu qiladigan bir oila qurishlarini istab qolaman. Hamda shu o'zlaridan ko'payib, shu gelinimizni shu amakilar sulolasina xizmatlari buyurishini, kuyovimizni shu qudalar tarafi xizmatlari buyurishini va bu qudochiliklarning 1000 yilchilik bo'lishligini istab qolaman. Atakan'a to'xtaladigan bo'lsak, Atakan ham yana 89-yildan beri 26-27 yil bo'layotir. O'zbekiston temir yo'llari Qo'ng'irot bölümü Urganch stansiyasida yana Maqsudbek og'amiz Matkarimov boshchiligida, Mashrib og'amiz Bekchanov ustozlari boshchiligida yana xizmat qilib, kollektivida, elda, yurtda obro'y orttirib kelayotgan ajoyib yigitlarimizdan biri. O'zini shu halol mehnati bilan yana bugun ajoyib to'y dasturxoni yozib, xalqimiz oldina shunday ajoyib to'y uyushtirib turibdi. Bunga ham shu sog'lik, salomatchilik, shu qurilayotgan oilani kelajakda o'zlarini, ota-bobolarini oilalarini, o'zlarini oilalarini bir ajoyib oila bo'lib yetishlarida ularga ikkalasini kuch-quvvat tilayman. Hamda mana shu bugungi to'y dasturxonimizga qo'yilgan noz-ne'matlardan olib o'tirishlaringizni iltimos qilaman va to'yimizni ochiq deb e'lon qilaman. Shu yerda yana İlyasbek Yusupov boshchiligida o'zlarimiz artistimiz desak ham bo'ladi. Chunki oxirgi vaqtlarda shu ikki to'yimizdan birisini İlyasbek Yusupov boshchiligidagi oilaviy ansambl o'tkazib turibdi. Shu yerda İlyasbek o'zi sanatingizga sanat, ovozingizga ovoz qo'shilaversin. Bir kichkinagina bir sirni ochib bering shu yerda. Bugun har kungidan ham yaxshiroq kuylasangiz bu bir reklama bo'ladi. Chunki bugungi to'yimiz nafaqat bizning mahallaning to'yi. Bu yerda ikki mahalla qatnashib turibdi. Xudo xolasa bu siz uchun reklama bo'ladidan, hamma to'ylarimizni siz o'tkazish nasib qilsin deymiz. Sizlardan ishlaringizga omad, sihat, salomatchilik, hammangizni kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Rahmat. Rahmat Kamoliddin og'a, siz ham yaxshi niyatlaringiz ilohim Alloh dargohida ijobat bo'lsin. Xush kelibsiz. Mana shu xonadonda bo'layotgan to'ylar, shodiyona ayyomlar sizga ham muborak bo'lsin. Xush kelibsiz. To'ylar muborak bo'lsin. Azizlar, davramiz davom qiladi. Davramizda kelin kuyovlarimiz tomon borar ekanmiz. Yor aytib kelaylik, kimning to'yi yor. Oq guli bilan qizil gul, qizning to'yi yor. Yor aytsang beri kel, aytishaylik yor. Kelin bilan kuyovga baxt tilaylik yor. Qiz deganda qizil gul ochiladi yor. So'z deganda shakar so'z sochiladi yor. Bir chiroyli barno qizga umr bersin yor. Pul sartagan kuyovtoraga nasib qilsin yor. Kelin poshsha, bugun bir tush ko'ribman, ajoyib tush yor. Boshlarda jig'asi, qo'llarda xush yor. Boshidagi jig'asi davlat bo'lsin yor. Qo'lidagi xushasi farzand bo'lsin yor. Kelin poshsha qarang, kuyovtora ko'ylagi oppoq ekan yor. Shu xonadonda iqbolingiz porloq bo'lsin yor. Kuyovtora kelin poshshaning yuzini ochasizmi, ochmaysizmi? Ochsangiz ocha qoling, ochmasangiz qo'ya qoling. Ixtiyor sizda. Bugun baxt kechasi, visol kechasi, ko'ngillar ushashgan diydor kechasi, sevishgan qalblarning xumor kechasi. Qutlug' bo'lsin baxtlar, yangi nigohlar, qutlug' bo'lsin to'ylar, kelin kuyovlar. Azlarim, qaraymiz kelin kuyovlarimizga. Ilohim, kelin kuyovlarimiz baxtli bo'lsin, qo'sha qarisin, farzandlari ko'p bo'lsin deganlar bir chiroyli qarsaklar bo'lsin. Rahmat ilohim, qanchalik yo'llaringiz kirishgan dard ko'rmasin. Mana shu yerda turgan barchamizni xonadonimiz to'yxona, murodxona, chillaxona bo'lsin. Kelin kuyovlar, sizlarning o'tirishlaringizga ruxsat beramiz. Sizlarga bo'layotganimizdek kelajakda uzoq umr, baxt, saodat va asaldek shirin hayot tilaymiz.
Azizlar, bu yog'ga kaminaning gapini oz yaxshi, sozanda yu san'atkorlarimizning bir-biridan sara bo'lgan kuy sozlar yaxshi deb navbatni san'atkorlarimizga berar ekanmiz. Bugun sizlarning xizmatingizda O'zbekiston xalq artisti, Davudiy ovoz sohibi Rahmatjon aka Qurbonovning shogirdlaridan yosh, iste'dodli xushvoz xonanda, qaynoq qalb egasi, xoh lirik, xoh klassik qo'shiqlarni o'z maromida ijro etiladigan san'atkor, elni sevganda el sevgan ijodkor Ilyosbek Yusupov boshidagi bir guruh san'atkorlar bugun sizlarning xizmatingizda bo'lishadi. Kenglar azizlar, navbatni Ilyosbek Yusupovning bir-biridan sara bo'lgan, yuragingizga yaqin bo'lgan kuy qo'shiqlarga navbatni berar ekanmiz. Ilyosbek, yurak pardasindan ishlangan asbob tormi deyman. Suluv torlarning a'losi o'zbekda bormi deyman. Toringni qiya qilib chertasan torni go'zal, torni chert, lekin yurakka bunchalik o't solma deyman. Qo'ling pardalar uzilib yurgan har lahzada torga emas yuragimga tegib o'ynarmi deyman. Ohanglarga chiday olmay qocharman, lekin mudom oltin juft silli tuzoqing tayyormi deyman. Shu tuzoqdan chiqmoq istab yo'l so'rdim Navoiydan, men ham kuyganman dedi yodimga solma deyman. Titratib torni chalib Ibrohimni o'rtading, hoy sozanda, hoy xonanda, shafqating bormi deyman. Ilyosbek, ey dil, bu jumboqni hal eta olmassan. Danolar so'zini sen ayta olmassan. Kuy chalib, qo'shiq aytib, shu yerda jannat paydo qil, jannatga yetarsan yo yetolmasan. Marhamat, Ilyosbek Yusupov bir-biridan kuchli bo'lgan sozandiklar davramizlarniki marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli to'y davramiz qatnashchilari. Barchangizga mana shu to'ylar muborak bo'lsin. Barchangizni mana shu to'ylar bilan qutlaymiz. Kirib kelayotgan yangi yil bayramlari bilan tabriklaymiz. Guruhimiz nomidan to'y egasi mezbonlarimizga mana shu to'ylar muborak bo'lsin. Marhamat, qo'shiqlarimiz to'yana bo'lsin. Mudraba sozingni chal, mudraba sozingni chal, davron galoyib to'y bugun, to'yga kelgan har aziz inson galoyib to'y bugun. So'z bilan suhbatni yolg'on demanglar. So'z bilan suhbatni yolg'on demanglar. Odam ato dunyoga kelganda bordur. Obul ham Qobul ham onasining qornida. Alar ham dunyoga kelganda bor. Soz bilan suhbatni yolg'on demanglar.
soz bilan suhbatni yolg'on demanglar. Odam ata bunyod bo'lganda bordur. Obul bilan Qobil ona qarnida. Obul bilan Qobil ona qarnida. Alar ham dunyoga kelganda bordur. Alar ham dunyoga kelganda bordur. Odamni kovdilar besh uyindan. Har kim topar o'z xulqidan piylinan. Odamni kovdilar jannat uyindan. Har kim topar o'z xulqidan piylinan. Özün esre hayat usulundan. Özün esre hayat usulundan. Mevnin kiştesine minyende vardır. Mevnin gemesine minyende vardır. Muhammed Peygamber dini yolunu açtı. Bilal ezan etti, kafirler kaçtı. Muhammed Peygamber dini yolunu açtı. Bilal ezan etti, kafirler kaçtı. Abu Bekir, Ömer, Osman yetişti. Abu Bekir, Ömer, Osman yetişti. Ali Zülfikar'ın çalğanda vardır. Ali Zülfikar'ın çalğanda vardır. Adam oğlu herkesi bir işte. Tutmak üçün yeryüzünü öser işte. Adam oğlu herkesi bir işte. Tutmak üçün yeryüzünü öser işte. Marut marut atlı iki perişte. Marut marut atlı iki perişte. Babul kuyusuna düşkende vardır. Babul kuyusuna düşende vardır. Hazreti Davud'un 40 oğlu oldu.
Menlik eyledi, kırkım öldü. Hazreti Davud'nu 40 oğlu buldu. Menlik eyledi, kırkım öldü. 40 oğul ornuna bir oğul verdi. 40 oğul ornuna bir oğul aldı. Davud'nun 40 oğlu ölüyende vardır. Davud'nun 40 oğlu ölende vardır. Dağlarını başından gitmez dumanı. Bir gün bular yere atkanın permanı. Dağlarını başından gitmez dumanı. Bir gün bular yere atkanın permanı. Medi gelip alar yaktı dünyanı. Medi gelip alar yaktı dünyanı. Dünyanı toyunu gören de vardır. Dünyanı toyunu gören de vardır. Molla gayip aytar Hızırdır pirim. Pirim Şah-ı Merdan Ali deskirim. Sultan Hüseyin Molla Ömer Ali şirim. Sultan Hüseyin Molla Ömer Ali şirim. Dünyanın lezzetin datkanda vardır. Dünyanın lezzetin datanda vardır. İsmail peygamber, İbrahim Halim. İsmail peygamber, İbrahim Halim. Mekke Medine'ni kurganda vardır. Mekke Medine'ni Kur'an'da var. Deli könlüm neylersen gezdin cihan içinde. Deli könlüm neylersen gezdin cihan içinde. Sen toprağdan gelendin bu gövher kan içinde. Kaldın dünya gamında, yüreğin kan içinde. Rüstem zavlar varmışlar, yere yeksan içinde. Sen alarının yanında, ötersen san içinde. Sen alarının yanında, ötersen san içinde.